Assalomu alaykum. Intuza YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda IT o'zi ne haqida ekanini tushunishga harakat etamiz. Hozir ko'p joylarda IT deb IT tez rivojlanyapti deydi. Biroq IT degan so'zning o'zining ma'nosi ne? Bu haqida o'ylab ko'rgansizmi? IT ingliz tilidan olingan bo'lib, Information Technologies so'zlarini qisqartmasi, ya'ni masarflari. Xalq tilida informatsion texnologiyalar. IT deganda ko'p odamning ko'z oldida kompyuterda жұмыс ishlaydilar. Programmistlar, SMM'chilar, marketologlar ham boshqa da insonlar kompyuter bilan жұмыс ishlaydigan insonlar ko'z oldina keladi. Biroq IT tafana kompyuter ham programmist emas. IT bu informatsiya. Wikipedia'da IT'ga bulay tushunib berilgan. IT bu informatsiyalar to'plov, qayta aslash ham tarqatuv protsessi delingan. Durust, IT desa hozir kimningdir kompyuter ishlab o'tirgan ko'z oldimizga keladi. Sababi kompyuter orqali yamasa telefon orqali informatsiyalar to'plov, qayta aslash ham tarqatuv juda tez ham apoyi bo'lib qolgan. IT haqida yilida tushunuvli o'g'il aytganda, IT bu har qanday informatsiyalar ustundagi amallar bo'lib hisoblanadi. Ya'ni ko'rib turgan bu videomizda IT'ning yemisi. Bu videoda ma'lumotlar to'plangan, qayta aslangan ham tarqatilib yotibdi. Keling bu joyda bosqich ko'rishsak. Birinchi bosqich. IT haqida informatsiyalarni to'plab oldik. Ya'ni rus ham ingliz tilidagi maqolalarni o'qib chiqdik, videolarni ko'rib chiqdik. Ya'ni bu proses informatsiyalar to'plov. Ikkinchi bosqich. To'plangan informatsiyalarni qayta aslash, ya'ni maqolalarning ichidan kerakli yerlarni oldik, o'zlarimizga keraksiz yerlarni chiqarib tashladik. Videolardan da o'sha biz harakatlar izlandi. Janeri xalqning so'folayla bo'lishi uchun bu informatsiyalarni qaraltoq tilga audarma oldik. Ham o'z qo'shimchalarimizni kirgizdik. Hamda o'sha ma'lumotlar tekrarida ssenariy yozildi, ham video tushirib montajlandi. Bu proseslarning bari informatsiyalarni qayta ishlash bo'lib hisoblanadi. Uchinchi bosqich, eng oxirgi bosqich, informatsiyani tarqatuv. Bu informatsiyani bizlar dunyoda eng atoqli video hosting YouTube'da tarqatib o'tiribmiz. Biroq YouTube xalqimizda ko'p ko'rilmaydiganligi sababli bizlar o'zlarimizning sotsial tarmoqlarimizda bunday video chiqqanligi haqida jariyalab bordik. Bugun bir misol, Instagram sotsial tarmog'ida o'zlarimizning yeki videolarimizda bu videoning teaser treylerlari qo'yildi. Buning bari informatsion tarqatuv bosqichi bo'lib hisoblanadi. Bu proseslarning barligi media tarmog'idagi proseslar bo'lib hisoblanadi. Biroq da IT'da bundan da boshqa taraflar bor. Ularning eng atoqlisi ham sizning ko'p eshitib yurganingiz programmalashtirish. Bundan da boshqa IT'da dizayn yaratuv, Instagram, Telegram sotsial tarmoqlarına postlar ishlash, YouTube uchun shapka, avatar, preview ishlash. Bu grafik dizayn deb ataladi. IT'da dizaynning ko'p turlari bor. Ulardan biri grafik dizayn, ham ikkinchisi eng atoqli taraflarning biri UI UX dizayn. Bu bo'lsa, sizlar foydalanayotgan programmalar ham veb-saytlarning dizayni so'g'u bo'lib hisoblanadi, ya'ni UI UX dizayn. Undan da boshqa data science, ya'ni data, ma'lumot, science ilm, ma'lumotlar ilmi. Buning ishine juda ko'p zotlar kirib ketadi. Ulardan biri big data. Bu tarafda informatsiyalar jinoaladi, sortirovkalanadi. Ham bundan keyin bu informatsiyalarni bizlar neyroset, ya'ni жасалма intellekt uchun trenajyor ретінде foydalansak bo'ladi. Bundan da boshqa taraflar ko'p. Biroq hozirgi vaqtda bizga eng qiziq bo'lgani bu programmirование, ya'ni programmalashtirish. Programmalashtirish o'zi bir necha taraflarga bo'linib ketadi. Ya'ni bular web programmalashtirish, mobil programmalashtirish, desktop programmalashtirish, ham game dev, ya'ni o'yinlar yaratuv. Bular eng ko'p tarqalganlari. Undan da boshqa
mikrokontrollerlarga programma yozuv, operatsion sistemalar yozuvlar da var. Programmalashtıruvning turlari haqida endigi videolarimizda har birini birma-birlab to'xtalib chiqamiz. Bu videoning oxirida nega erishdik? IT bu tezgina kompyuter emas, al informatsiya. Ya'ni informatsiyani qayta ishlash, to'plash ham tarqatuv bo'lib hisoblanadi. Nega IT desa, birinchi bo'lib o'ylasa kompyuter ham telefonlar keladi. Sebebi bu qurilmalarda informatsiyalar to'plash, qayta ishlash ham tarqatuv juda aqbo'yli ham tez. IT tarafi bo'yicha o'zimning jeki fikrim, bu taraf yili qattiq rivojlanib boradi. So'ng shunda IT tarafini o'rganib, IT tarafini rivojlantirib, IT tarafida o'z o'rnimizda iyilishimiz kerak. Kelishib kasblarni Intuza bilan birga o'rganib. Bo'ldi.